Bu videoda men o'nli kasrlar haqida ma'lumot beraman. O'nli kasrlar bu oddiy kasrlarning xususiy holi hisoblanadi. Agar oddiy kasrlar umumiy ko'rinishi p taqsim q ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, o'nli kasrlarning umumiy ko'rinishi p taqsim 10 ning darajalari ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni o'nli kasr bu mahraji 10 ning darajalaridan iborat bo'lgan kasrlarga aytiladi. Masalan, 5 taqsim 10 bu o'nli kasr yoki 71 taqsim 1000 bu ham o'nli kasr hisoblanadi. Ya'ni mahrajda 10 ning qandaydir darajasi bo'lishi kerak. 10 ning birinchisi, 10 ning uchinchisi, 10 ning beshinchisi va hokazo. Odatda o'nli kasrlar kasr ko'rinishda emas, balkim ketma-ket sonlar ko'rinishida yoziladi. Masalan, 5 taqsim 10 bu 0,5 degani, ya'ni 0,10 degani. Yoki 71 taqsim 1000 bu 0,071 degani. Ya'ni o'nli kasrni kasr ko'rinishdan oddiy mana shunaqa son shaklida yozish uchun mahrajdagi 10 ning darajasiga e'tibor beramiz. Ya'ni nollar soniga. Nollar soni nechta bo'lsa, shuncha nol yoziladi. Aniqrog'i, o'sha suratdagi sondan chap tarafga qarab shuncha virgul suriladi. Demak, suratda 5 son turibdi. O'sha 5 sonidan bitta virgul suradigan bo'lsak, chunki mahrajda bitta nol turibdi. 0,5 kelib chiqadi. 71 taqsim 1000 ni ham xuddi shu usul bo'yicha bir qator bu sonni bir qator ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demak, mahrajda 3 ta nol turibdi. 71 dan 3 ta virgul suramiz. Bitta, ikkita va 3-virgul va o'rtaga 0 deb yozib qo'yamiz. 0,071 kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa 8 taqsim 100. Demak, bu kasr sonni bir qator shaklda yozadigan bo'lsak, 8 deb yozib olamiz, suratni yozamiz va mahrajdagi nollarga e'tibor beramiz. 2 ta nol. 2 ta nol bo'lgani uchun 2 ta virgul suramiz. Bitta virgul 0, ikkinchi virgul 0. 0,08. Demak, 8 taqsim 100 bu 0,100 dan 8 degani. Va bu mana bu ko'rinishda yoziladi. O'nli kasrlarni demak ikki xil ifodalash mumkin: kasr ko'rinishda va bir qator ko'rinishda. Bu sonlarni bir-biriga o'tkazishimiz uchun suratda virgulini mahrajdagi nollar sonicha suramiz chap tarafga qarab. Ana endi o'nli kasrning xossalari haqida ma'lumot beraman. O'nli kasrning bir nechta xossasi bor. Birinchi xossasi: agar o'nli kasr, masalan 0,01 son olaylik, o'nli kasr 10 ga ko'paytirilsa, ya'ni 10 ning darajalariga ko'paytirilsa, unda virgul shuncha o'ng tarafga suriladi. Agar 10 ga ko'paytirsak, 10 bu 10 ning birinchisi degani, bitta virgul o'ngga suramiz. Natijada 0,1 kelib chiqadi. Agar 10 ning ikkinchi darajasiga ko'paytiradigan bo'lsak, ikkita virgul o'ngga suramiz. Demak, bu 1 son kelib chiqadi. Agar 10 ning uchinchisiga ko'paytiradigan bo'lsak, 3 ta virgul shuncha o'ng tarafga suramiz. 1, 2 va 3. Natijada 10 son kelib chiqadi. 0,01 ni 10 ning uchinchisi 1000 ga ko'paytirsak 10 kelib chiqadi. Bu birinchi xossa. Demak, takrorlayman. O'nli kasrni 10 ning darajalariga ko'paytirganimizda daraja nechiga teng bo'lsa, shuncha marta o'ng tarafga virgul surishimiz kerak. Ikkinchi xossasi: o'nli kasrni 10 ning darajalariga bo'lganimizda, ya'ni 10 ning birinchi darajasi, 10 ning ikkinchi darajasi va hokazo. Darajada nechi bo'lsa, virgul shuncha marta chapga suriladi. Demak, 0,01 ni, ya'ni bu sonni o'qiydigan bo'lsak, 1 taqsim 100 edi, ya'ni 100 dan 1 son. 100 dan 1 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak, bo'lishda doimo nechta darajada nechi bo'lsa, shuncha virgul chapga suramiz. Darajada 1, bitta virgul chapga suradigan bo'lsak, 0,001 son kelib chiqadi. Yoki 100 dan 1 ni bo'lishimiz kerak 1000 ga, ya'ni 10 ning uchinchisi bu 1000 degani. Demak, 3 ta virgul chapga suramiz. Natijada bitta virgul, ikkita virgul, 3 ta virgul 0,10 mingdan 1 kelib chiqadi. 0,100 mingdan 1 kelib chiqadi. 0,00001. Shunaqa ko'rinishda ikkinchi xossasini ifodalashimiz mumkin. Uchinchi xossasi: o'nli kasrni
0,1 ga ko'paytirsak bitta virgul chapga suriladi. 0,001 kelib chiqadi. 10 kasrni 0,100 ga bo'lsak ikkita virgul chapga suriladi. 0,0001 kelib chiqadi. Demak, qanday xulosa qilishimiz mumkin? Bunda mana bu 0,1 bu 10 ning -1 darajasi degani. Daraja minus bo'lsa, virgul chap tarafga suriladi. 4-xossa 10 kasrni 0,1 ga bo'lsak, demak, nechta virgul surilgan bo'lsa, shuncha virgul o'ng tarafga suramiz. 0,1 kelib chiqadi. 10 kasrni 0,01 ga bo'ladigan bo'lsak, demak, bu yerda ikkita virgul surilgan, bo'lishda o'ng tarafga suramiz, 1 kelib chiqadi. 10 kasrni 0,001 mingdan 1 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda demak 1, 2, 3 ta virgul surilgan. Natijada o'sha 10 kasrni virgullarini o'ng tarafga 3 ta suramiz. 10 kelib chiqadi va hokazo. Bu 10 kasrning asosiy xossalaridan biri, bularni yaxshilab esda qoldirish kerak.